Demak azizlar, Fayziku musiqiy dam olish dasturining jonli efir soatlarida bugun Yakkabog'dan tashrif buyurgan mehmonlarimiz, san'atkorlarimiz ishtirok etishdi. Xush kelibsizlar deymiz. Dastur qanday o'tdi? Chiroyli bo'ldimi? Bugungi dasturimiz juda chiroyli o'tdi, juda fayzli bo'ldi. Xudo xohlasa, tomoshabinlarim xursand bo'ladi, xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Ma'rufni ayni paytda kayfiyatlari qanday? Ma'ruf? Yo'q. Tanqidlardan so'ng Yakkabog'ning nesi bor? Javohir deydigan, Mag'rur deydigan, Abbosbek deydigan yigitlari bor. Ana bo'lmasam, reklamani zo'ri bu yoqda ketdi. Bugun demak, yigitlarimizdan chiroyli taronalarni eshitdik. Azizlar, bizning dasturlarimizni kuzatib boring. Siz ham mana shu qo'shiqlarni eshitish imkoniga ega bo'lasiz. Ovozlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Ertalabdan dasturimizni haqiqatdan fayzli qilib o'tkazdingiz. Abbosbekka, Mag'rurbekka va Javohirga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ularni bemalol izlab, atmetka qilib o'tamiz. Ijodlarini kuzatishingiz mumkin. Xalqimizning yaxshi kunlarda, tadbirlarda xizmatda bo'lishadi. Rahmat. Rahmat, kun xayrli bo'lsin sizlarga.